Kassada qarzga sotuvni qanday rasmiylashtirishni ko'rsatamiz. Buning uchun chekka xaridor kartasini qo'shamiz. To'lovga o'tamiz. Qarz to'lash shaklini tanlaymiz va chekni yopamiz. Xaridorning qarzini ko'rish uchun yana uning kartasini chekka qo'shamiz. Va qarz kitobini ochamiz. Bu yerda umumiy qarz miqdori ko'rsatilgan. Qarzdorlikni to'lash uchun to'lash tugmasini bosing va summani ko'rsating. Qarzni to'liq yoki qisman to'lash mumkin. Shundan so'ng to'lov oynasiga o'tamiz, to'lov shaklini tanlaymiz va chekni yopamiz.